Mehmon o'zi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bular yaxshimisiz? Sog'lar. Xush kelibsiz Peterga. Turnir ertaga xudo xolasa. Xudo xolasa Sankt-Peterburgda turnir. Ha. 3 ta bola olib keldik. Xudo xolasa 3 ta g'alaba bilan ketamiz. Xudo xolasa. Mana bu Zingerdom. Pavel Durov bor-ku, Telegramni основатели. Kontakt Telegramni основатели mana bu ofisi bo'lgan. Mana shu zdaniya. Tayyor shogirdlaringizdan nechta bu? Ko'p, 50 ta. Xudo xolasa. 50 ta tayyori. Tayyori. Прям нормальный. Bittasi professional bass bo'lsa, bir 30 tasi havaskor-da. Ha. 300 tadan oshiq zalda shogirdimiz bor. Endi 50 ta sportchi tayyorda, musobaqalarda urushib beradi. 50 ta. Natija ko'rsatadi, xudo xolasa. Shunaqa yaxshi perspektivniy bolalar. Hozir zalingiz nechta? Zalimiz bitta, endi ikkita qilamiz, xudo xolasa. Qilish kerak. Ha, Boshqa viloyatlarga ham ochish niyat bormi yoki yo'qmi? Bor, обязательно. Hozir necha pul bo'lyapti shug'ullanish? Sizda 400 ming so'm. 400 ming so'm oyiga. Oyiga. Bu normal, zakonni. Endi hammaga emas, qo'ldan kelgancha bolalarga yordam beramiz. Shu 50 ta bolalar bepul shug'ullanadi. Ha, 50 ta bepul shug'ullanadi. Ha, ular endi Lekin sizni представить qilishadi ular, to'g'rimi? Ha, bizdan представить qiladi, bizdan komandadan chiqadi. Ertaga natija olib kelgan bolalar, ularni qo'llab-quvvatlaymiz. Ha. Yaxshi bolalarga yordam beramiz qo'ldan kelgancha. No, perspektivniy bolalarga hammaga emas. Chunki teoriyada ani o'tni yutganman, bo'tni yutganman, bunaqa deydi, lekin ertaga turnoga qilib ketib qolgan bolalar ham bor. To'liq videoni Rustam Rahmonov YouTube kanalida tomosha qilishingiz mumkin.